O'rta, 10 minutda boraman, kutib turinglar. Abduqodir, yaxshimisan? Tuzumsan o'rta. Zo'r bo'ldi ko'rib qolganim. Bolalar bilan tog'ga ketyapmiz. Yurib ketaman. O'rta, o'zinglar borib kelaveringlar. Keyingi safar. Ay qara, o'zi kech bo'lganda qat'iy ketyapsan. Ko'rinmaysan ham. O'rta adam o'tib qolganlar, xabaring bor. Ko'chada oldi berdilari bor ekan. Shuni yopish uchun ikkita ishga kirganman. Hozir ham ishga ketyapman. Shunaqa degan. Meni tabriklasang bo'ladi. Yangi ishga kirdim. Oilaga ham yaxshi. O'shanga bolalarga bugun o'tirish qilib beryotgandim. Bormaydigan bo'lsang, ham seni haqqing. Qanday bo'lar ekan azam? Zo'r bo'ladi, ol. Rahmat o'rta. Ko'rishamiz o'rtoq bo'lmasan. Yaxshi borib kelinglar. Charchama. Hey! Sal qaddingni ko'tar. Oilaning ustuni sensan. Senga nimadir bo'lsa, uydagilaring kimga suyanadi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Alo. Alo, Azim kelib qoldingmi o'rtoq? Men bora olmayman o'rtoq. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Pulim joyi chiqib qoldi. Ha, bo'pti, biz ketaveramiz o'rtoq unda. Bo'pti.